Katta televizorlarda ko'ramiz, xudo xolasa. Chunki O'zbekiston o'ynaydi-da. To'g'rimi? O'zbekiston bayrog'i ostidagi lebboy narsaga baleshiymiz. Chunki O'zbekiston bayrog'i ostida jinoyat bo'lmaydi. Chunki bu bayroq bizniki, eskitdan o'sha islomda ham, boshqasida ham bayroq og'anamasin degan, bilasizlar-a? Bayroq yiqilmasin. Istar eski kinolarda ko'p ko'raman. Orqasi to'la nayza, o'lgan odam bayroqni ushlab, tizzalab, shunda tikka ushlab turgan. Ba'da jang qilayotganlar ko'rib bayrog'imiz yiqilmabdi deb jangda yutadi. O'shalar kelisali odam o'lgan odam bo'ladi. Shuni ushlab qatib qo'ygan bo'ladi. Deganim O'zbekiston bayrog'imiz ostida nima bo'lsa biz baleshiymiz, xudo xolasa. Zarrodino degan gap bor ruschasiga, vatan uchun. Faqat oldiga inshaalloh. O'zi bu bolalar tarixda miqlab qo'ydi. Chempionatga chiqishi o'zi bitta tarix. Endi ag'iga omad bersin deymiz, ilohim. Omadlarni bersin. Yuzlari yorug' bo'lsin. Chunki bu jahon chempionati kichkina maydon emas ekanlar. U katta narsa. Birinchi chiqishimiz, ilohim natijalar chiroyli bo'lsin. O'zbekistonimizdan ketgan futbolchi yigitlarimizga Alloh taolo omad bersin, kuch-quvvat bersin, chiroylik o'sha yerdagi holatlar nasib qilsin, yuzlari yorug' bo'lsin, o'sha joylardan xursand bo'lib kelishlarini Alloh o'zi nasib qilsin, ya arhamar rohimin.